bizning davrimiz. Atimi emas, boshqa kunimi emas, dal hozirning o'zida. Qalbimizda faqat voz kechish va uzluksiz davomlashtirishdan iborat ikkili o'y bor. Ikkilanish bizning g'oyalarimizni yo'qolg'ichi eng cho'ng o'g'ri. Qani quloq seling. Jo'shqin tarmila sizga ilhom bo'lsin. İki belican üzüp ketayotganda yana bir tal qeyri beliq kelib ularga boshlanishni turib ulardan xayrlik etgan yigitlar suv qandaqroq ekan deb so'rabdi. Belijonlar yana birdam uzgandan keyin orasidagi biri zodil taqat qilolmay hamroyiga suv degan qandoq nima u deb aytibdi. Bu hikoyaning muhim nuqtasi shuki, odatda ko'zimizga cheliqib turgan eng aqalli reallik va haqiqatlarni tushunish va bayqash eng tezki to'xtaydi. Bu nəhayət addi bir hukm. Lekin əməliyyatda gündəlik turmuşumuzda addi hukmlar xuddi hayatımızga o'xshashla muhim bo'lishi mumkin. Sizlardek maktab bitirish oldidagi o'quvchilar nimaning attigan turib, kashf etib, turmush halakchiligida o'tib ketish ekanligini bilmaysizlar. Ko'p qism Qur'onga yetgan kishilarning gündəlik turmushi odatda o'qish bitirish nutqida tilga ilinmaydi. Zerikishlik xizmat, ilojsizlik va o'ngishsizliklarmi shundaq. Tövəndə oturğan ata-analar və çoğlar mening hamda nima to'g'risi so'zlaydiganligimni cho'qim bilib bo'ldinglar. Masalan, bugunni Qur'onga yetgan biraylarning normal bir kuni desak, siz atdigan o'rningizdan turibla oliy maktabni bitirgandan keyin topgan xizmatingizga borasiz. Xizmat o'rningizda 8 soatdan 12 soatgacha ishlab, yerib, ichib, bir kunlik xizmatni tugatgandan keyin uyga qaytib ketib, ozroq bir narsa yeb, bir istakan qahva ichib, 1 soat atrofida dam olib, o'dulli yotqonga kirib uxlashni o'ylaysiz. Chunki at yana ishga bormasangiz bo'lmaydi. Lekin bu chaqda siz uyingizda yegudek bir narsa qolmaganligini esga olasiz. Chunki siz bir haftadan beri aldirash ishlagachga berib ko'ktat setib olishga vaqtingiz chiqmagan edi. Shunga siz endi ishdan tushibla mashinangizni haydab Talla bozoriga qarab yo'lga chiqsiz. Lekin dal qatnashning besk vaqtiga to'g'ri kelib qilib, yo'lda qattiq mashina to'silib ketadi. Shunga siz mo'lcharingizdagidan xilli uzoq vaqtda andin Talla bozoriga yetib borasiz. Talla bozoriga yetib borgandan keyin u yerda odamning nihoyat ko'pligini bayqaysiz. Chunki bu kishilarmi sizga o'xshashla butun bir kun aldirash ishlab, kechda ozroq vaqt chiqarib, lozimatliklarini setib olishni o'ylagan edi. Siz u yerga tezlik kirib tezlik chiqolmaysiz. Cho'qim bu yo'riq Talla bozorida cho'gilab yurib, o'zingizga o'xshash erib alsirgan kishilar orasida mal harvingizni ishtirib o'zingizga kerak bo'lgan narsalarni izlashingiz kerak. O'zingizga kerakli bo'lgan narsalarni olgandan keyin pul yig'ish o'rnidami odamning nihoyat ko'pligini bayqaysiz. Pul topshirish uchun tizilgan o'chratning uzunligini va oldingizda o'chrat turayotganlarning hong'iqib qarab turishlarini ko'rib, judoningiz o'rlaydi. Lekin siz ochig'ingizni misildab turgan pul yig'ichidan chiqara olmaysiz. Uning xizmat vaqti normadan eshib ketgan, turmushi oddiy ham zerikishlik. Buni bizdek danglik oliy maktabni bitirgan kishilar tasavvur qila olmaymiz. Oxiri sizga pul topshirishni o'tib keladi. Hisobotni qilib bo'lganda pul yig'ichi yana sizga qarab, kunlaringiz xushal o'tgay deydi. Garchi ovozi shundoq o'lik bo'lsin-mi. Ondan siz qo'lingizga narsalar selingan so'lyav xaltalarni hamisha bir tarafga qiyib ketadigan, ham g'ichirlab mangadigan qo'l harvisiga selib, bir to'xtab, bir minib, ming tasda mashina to'xtatish maydoniga kelasiz. Ondan yana mashinangizni haydab, asta mangadigan, kelangsiz SUV mashinalar bilan to'silib qolgan yo'ldan chiqib ketmoqchi bo'lasiz. Meningcha hammanglar bundaq ishni boshdan kechirib boqqan, lekin bu texnik kunlik turmushingizning bir qismiga aylanmadi. Lekin ishonimanki, kunlar o'tib, oylar o'tib, yillar o'tib, hamon bir kuni turmushingizning bir qismiga aylanadi. Turmuşda buningdan boshqa yana nurg'un boshni og'irtadigan zerikishlik ishlar bor. Lekin ular muhim emas. Muhimi xalqi odamni bezor qiladigan ushshaq-tushshak ishlar. Mana endi bizning tanlaydigan vaqtimiz bo'ldi. Chunki mashina to'silish va uzun o'chrat bizga o'ylangudek vaqt chiqarib berdi. Navoda men o'z engim orqali o'zimni kontrol qilib, bu kishilarga qanday pozitsiya tutishni va diqqatimni boshqa ishga markazlashtirishni bilmagan bo'lsam, har qatim narsa kerak setib olganda ko'nglim cho'qim qattiq bearam bo'lgan va ichim siqilgan bo'ladi. Chunki mening biologik funksiyarim barliq ishlarda o'zimni markaz qilishim kerakligini, qo'rsig'imning ichib ketganini, erib ketganligimni va uyga qaytishning eng muhim ekanligini men to'xtamasdan eslatib turardi. Shuning bilan men uchratgan barliq kishilarni o'zimga nisbatan bir to'salg'u deb o'ylaydim. Ham ichimda bular qanchalik nimalar edi? Qara, ularning asnayotgan, ang vaqtlarcha qarab turgan turqiga zodli odam siyaqi yo'qkan bularning. Ham shundoq adabsiz, safosiz, o'chrat turib ullik ovozda telefonda so'zlashgan, mushundaq nimalarga uchrab nasbasqinni qara meni deb o'ylaydim. Agar biz Talla bozorda yoki mashina haydayotgan yo'lda bundaq o'ylagan bo'lsak, hech qis yo'q. Chunki nurg'un kishi mana shundoq o'ylaydi. Bundaq o'ylash nihoyat oson. Chunki bu kishilarda bo'ladigan tabiiy inkas. Buni tanlash degil bo'lmaydi. Tabiiy inkasim meni kishilarga ilojsizlik va bizar bo'lish nazarda qaratqizdi.
men tabiatim tufayli ongsiz holda o'zimni markaz qilib olgan chig'imda mening ehtiyojim va tuyg'um mutlaq ustunlikni egallaydi. Lekin amaliyotda bu ishlarni boshqacha o'ylashga va ularga boshqacha ko'z qarashda qarashga bo'ladi. Masalan, qatnash to'silgan chog'dagi oldimizda to'xtagan mashinalarning egillari balkim burun eg'ir qatnash hodisasiga yo'liqqan bo'lishi mumkin. Shuning bilan ular mashina haydashdan qo'rqib ketgan bo'lsa, psixik doktori ularga ham cho'ng, ham eg'ir SUV mashina setish taklifini bergan. Shu orqali ularga bexatarlik tuyg'usini his qildirishni o'ylagan bo'lishi mumkin. Talla bozorga chiqinglarda sizlar yana bu kishilarning menga o'xshashda oldirab, ichi titildab ketayotgandi, ha? Balkim bularning orasidagi ba'zilari meningdanmi taskunda yashayotgan bo'lishi mumkin deb o'ylashni tanlasanglarmi bo'ladi. Men sizlarga axloq tarbiyasi beryotidi yoki cho'qim shunday o'ylanglar deyotidi deb qolmanglar. Odatda hech kim sizlarni bunday qilinglar yoki bunday o'ylanglar demaydi. Chunki bunday o'ylash oson emas. Buning uchun kuchli iroda va tirishchilik ketadi. Masalan, shaxsan o'zimmi ba'zida hargiz unday qilolmayman ham o'ylayolmayman. Lekin odatda kallanglar sagaq chaqda ishlarga va kishilarga boshqacha nuqtadan qarashni tanlasanglar bo'ladi. Ko'zlari nursiz, qeniq girim qilib olgan, o'chirib turib bolasini tillayotgan bu semiz xonim balkim odatda bunday emas bo'lishi mumkin. Balkim u uda 3 kun tuzuk uxlamay, kasal azobida qiynalib erining holidan xabar olgan bo'lishi mumkin. Yoki u qatnash organlarida ozg'ina maoshga ishlaydigan xizmatchi bo'lsa, balkim tönögün xizmat etishning o'rnida biror hodisani bartaraf qilib charchagan bo'lishi mumkin. Amaliyotda undaq bo'lmasligi mumkin. Lekin undaq bo'lishini tamoman mumkin emas degili bo'lmaydi. Qandaq o'ylash yanada o'zingizlarga bog'liq. Navoda siz butunlay tabiiy inkosingizga tayinib, nemining muhim emas, nemining ahamiyati bor, nemining ahamiyati yo'qligiga hukm qilsangiz, u chaqda siz menga o'xshash bu bearamchiliklarni keltirib chiqargan boshqa omillarni o'ylab o'tirmaysiz. Navoda siz ko'ngil qo'yib o'yinishni o'rganib olsangiz, o'zingizning yana boshqa tanlashlaringizning baliqini bayqaysiz. U chaqda dozoqdek issiqda, qistangchilikqa to'lgan, osti mengayotgan bu o'chiratni turib, sabr qilib saqlayolgudek kuch-quvvatga ega bo'lasiz. O'chirat saqlashmi sizga nisbatan bir xil ko'ngillik ishga aylanadi. Ham qalbingizda muhabbat, do'stlik, barcha mavjudotning birdaklik tuyg'usi paydo bo'ladi. Biz bu yerdagi birdaklik tuyg'usini haqiqat deb ta'kidlamoqchi emas. Bu yerdagi birdan-bir haqiqat shuki, har bir aylan o'zini kontrol qilishga, shaylarga qanday muomala qilishni va qanday qarashni belgilashga qodir. Mana bu haqiqiy tarbiya ko'rgan bir odamning o'zini tanishishni bilganlik sababidan erishgan erkinligi. Har bir aylan ongli holda nemining ahamiyatlik va nemining ahamiyatsiz ekanligini, ham ishlarga qanday qarashni tanlasa bo'ladi. Mana bu haqiqiy erkinlik. Mana bu bir tarbiya ko'rgan odamning qanday tafakkur qilishini bilganlik. Aksicha, navoda ongsiz holda tabiiy inkosimizga tayinib, o'zimizni markaz qilib yashsak, mahrum qilish yoki ba'zi bir past narsalarga qarab qayg'urib o'tib ketamiz. Anglamoqqa bu gaplarim nihoyat zerikishli tuyulishi, odatdagi o'qish bitirish marosimida so'zlanadigan nutqlarga o'xshash kishining qalbini larziga solmasligi mumkin. Lekin bu men biladigan eng cho'ng qil sig'maydigan o'p-o'chiq haqiqat. Albatta qanday o'ylash sizlarning erkinliginglar. Lekin buni Laura doktor o'rgatgan deb turmanglar. Bu adab, axloq, din va odam o'lgandan keyin qanday bo'ladi deganlarga o'xshash cho'ng masala emas. Lekin odamning hayot chig'iga munosabatli ishlarla ondan haqiqat hisoblanadi. Mana bu ma'rifning sizlarga o'rgatishga tegishli narsasi. Buning bilim bilan munosabati yo'q. Bu faqat kishilarning odatdagi engida bo'ladigan narsa. Hayotdagi haqiqatlar va muhim narsalar atrofimizda tursimi? Biz hamisha ularni bayqay olmay qolamiz. Shuning uchun biz har doim o'z-o'zimizga mundaq deb ta'kidlab turish bo'ladigan narsa. Mana bu ma'rifning sizlarga o'rgatishga tegishli narsasi. Buning bilim bilan munosabati yo'q. Bu faqat kishilarning odatdagi engida bo'ladigan narsa. Hayotdagi haqiqatlar va muhim narsalar atrofimizda tursimi? Biz hamisha ularni bayqay olmay qolamiz. Shuning uchun biz har doim o'z-o'zimizga mundaq deb ta'kidlab turishimiz kerak. Suv degan mush shu. Suv degan mush shu. Mazkur video haqiqatlar va muhim narsalarga engida bo'ladigan narsa. Hayotdagi haqiqatlar va muhim narsalar atrofimizda tursimi? Biz hamisha ularni bayqay olmay qolamiz.
Shuning uchun biz har doim o'z-o'zimizga mundaq deb ta'kidlab turishimiz kerak. Suv degan mush shu. Suv degan mush shu. Mazkur video David Wallace'ning 2005-yildagi o'qish bitirish marosimida so'zlagan nutqidan elindi. Men dunyoda orzusi yo'q odam borligiga ishonmayman. Muvaffaqiyat to'g'ri nishon va orzuga ega tirishchan kishilarga mansub. Ikkilanmang, bal qo'yivatmang. Har qanday ishga cho'qim bir amal bor.